Men katta opaman, shu sababli men singlimni Instagramni blokladim. Okay, calm down. Ertaga singlim tug'ilgan kuni, shu sababli bugun sizlar bilan unga sovg'a yig'amiz. Va, конечно, u bu videoni ko'rmaslik uchun ertagacha chorliga solib turamiz. Kimlarga bu video sovg'a uchun ideya bo'lishi mumkin. Men paket bunaqa katta bo'lishini umuman kutmagandim va men navrat buni ichini to'ldira olaman. Ладно, videoni oxirigacha ko'ring, ko'ramiz to'ldira olamanmi yo'qmi. Kelingda birinchi mелочlardan boshlasak va oxirida o'zi xohlagan желанный podarkasini ko'rsataman. Birinchisi bu bizda mana shunaqa qizil zakolkalar. Umid qilamizki, u bularni ishlatadi, chunki uni sevimli rangi qora. Men esa garderobiga ozgina rang qo'shilishi uchun qizilni xarid qildim. Keyingisi bu bizda mana shunaqa ikkita masочка. Voy, muzli. Shunaqa Carmexdan balzam для gub. Men spesialni balzamni shunaqa upakovkasidan oldim, chunki u bunaqa balzamlar bilan sumkasi uchun briochka yasamoqchi edi. Tushunishinglar uchun bu okeandagi bir tomchi bo'ldi. Aytgancha kofeni ham singlim qilib berdi. Agar sen уже bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, значит, sog'ayni olib bo'lgansan. Thank you so much. Singlim menda juda ham sportivniy qiz, har kuni menga presslarini maqtanadi, shu sababli foyda bo'lsin deb o'zi xohlagan skakalka. Singlim nimadan to'ysa ham, lekin bokaldan to'ymaydi. Пожалуйста, magazinda bunaqa qilib yopishtirib qo'ymanglar, odamlar qiynaladi buni ochishga. Ololmadim, честно. Aytgancha ham krужка. Aytgancha unda buni tarelkasi ham bor, aytgancha yana mana shunaqa salomi bor. Ozgina to'ldirish uchun hozir solamiz. Va mana shu juda ham overpriced shokolad. Ishonsanglar, men hattoki o'zimga ham bunaqa narsa olmayman. Lekin для сестры не жалко. Aytgancha singlim ham menga tug'ilgan kunimni sovg'a qilgandir, sababli kim ko'rmoqchi bo'lsa, agar profilimda videosi bor, ko'rishingiz mumkin. Hozir singlim narigi xonada o'tiribdi va надеюсь, eshitmayapti. Это вот такая вот сумочка. Juda ham yoqdi, такая классическая и спортивная. O'zi yaxshi ko'radigan rang, черный. Agar mana nomini nimaligini bilsanglar, iltimos yozib qoldiringlar, потому что men esimdan chiqdi. Birinchi shundan solamiz. Пока что o'zgarish yo'q. Tushunishinglar uchun men bu paketni yo'q, to'ldira olmadim. Agar hozirda olijanoblar ruxsat bersalar, agar ertaga reaksiyasini storiesga qo'yaman. Biz tarafdan shunaqa gaplar. Hammaga xayr.